Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Alfredo pasta tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi, birinchi bo'lib piyozni mayda qilib to'g'rab olishimiz kerak bo'ladi. Qo'ziqorinni yaxshilab yuvib olamiz va ko'rib turganingizdek mayda qilib piyozlarni to'g'rab olamiz. Chesnoklarni shunaqa ezib yaxshilab keyin mayda qilib to'g'rab chiqamiz. Buni o'sha piyoz solinganda birga qo'shib yuboramiz. Videoda ko'rsanglar bo'ladi, yana ko'rsatganman. Endi chesnoklardan keyin qo'ziqorinni shunaqa mayda qilib to'g'raymiz qiziljonli. Undan keyin tovuqimizga o'tamiz. Tovuqni oxirida to'g'rasanglar yaxshiroq bo'ladi, chunki bilasizlar, hidi ham bor. Shunaqa mayda kichkina qilib to'g'rab olasizlar. Undan keyin piyozni qovurishni boshlaymiz. Iloji boricha zaytun yog'ida qovuringlar, lekin semchka yog'ida qovursanglar ham cho'tka chiqadi. Xuddi shunaqa qilib o'rtacha olovda hammasini me'yorida qilib pishirib olib, sariyog' sovoramiz. Pastalarimizda eng asosiy narsa bu qaynagan suvga pastani solamiz. Xohlagan spagettini, makaronni ishlasanglar ham bo'ladi. Tuz va yog' solish esingizdan chiqmasin. Shunaqa aralashtirib olib, sir ham qo'shib olamiz. Undan keyin krasota tayyor. Bemalol maza qilib yesanglar bo'ladi. Sizlar bilan Shahzoda bo'ldi. Yana shunaqa retseptlar kutsanglar, menga like bosinglar.